O'zbekistonda yangilik endi 1 million so'mga aresdan olish shart emas. Qaranglar, 10 litr bakalashgani shunday qilib mixlab qo'yasizda, tagiga mana bunday ishlanchani ham qo'yib qo'yasiz. Mana shunday qo'lda yuvasizda, yana bunday qayrab qo'yaverasiz. Buni zo'r tomoni to'k tanlamaydi. Yozi kunida suv issiq turadi, qishki kunda muzlab qoladi. Chunki bundan foydalanishda iloji yo'q. Bu hech narsa emas. Yuring, O'zbekiston yangilik. Qaranglar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan biznesi zo'r. Ya'ni 10 ta quyondan bitta o'qitirsangiz bo'ladi. Bu yerda terma panel hamda termometr ishlarini xalqimizga yetkazib beryapti. Zo'r tomoni bundan tashqari gipka, kamin, shlaka blok, liboy biznesni vakalarimiz o'rgatib qo'yar ekan. Kelasiz, yotog'i, oziq-ovqati butunlay tekil ekan. Aytilgan narxda ichida o'rgansangiz bo'ladi. Terma panelimiz atigi $900 dan $1100 gacha stanokni sotib olsangiz bo'ladi. Terma panelimizda ham 900 dan $1100 gacha stanoklari bo'ladi. Atigi bir kunda o'rgansangiz bo'ladi. Buni zo'r tomoni do'stlar, qaranglar. Zo'r tomoni shunaqa ko'pki, hattoki mana buni 41-yilda devorlariga shunday qilib yopishtirib qo'ygan bo'lsangiz, uylarning dizayni butunlay o'zgarib ketadi. Bu hech narsa emas. Muzday bo'ladigan shlaka pologingizga ham shunday qilib qo'yasiz, hammasidan qutulasiz. Shu biznesni qilib yaxshi pul topasiz, ya'ni minimal $1000 dan maksimum $3000 gacha pul topsangiz bo'ladi. Manzil Namangan Uchqo'rg'ondan kelib bemalol o'rgansangiz bo'ladi, sog' bo'lasizlar.